Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, qiyomat kuni do'zaxdan bir bo'yin chiqadi. Ya'ni bir uzun bo'yin chiqadi. Uni ko'radigan ikki ko'zi, eshitadigan ikki qulog'i va gapiradigan tili bo'ladi. Va mana shu bo'yin aytadi. Mahsharda sizda jahannamdan chiqqan bo'yin turib aytadiki, men 3 kishiga biriktirildim. Ya'ni 3 kishini olib tushib ketaman jahannamga deydi. Hali hisob kitob bo'lmasdan turib. Savobi, gunohi tortilmasdan turib, insonlar kitoblari bilan turganda 3 xil odamni hisob kitobsiz olib ketaman dedi. Xuddi 70 mingta payg'ambarimiz ummatidan hisob kitob jannatga kirib ketgandek, bular hisobsiz do'zaxga kirib ketadi. Bikulli jabbarin ali. Har qanday jabr qiluvchi va o'jar bo'lgan kimsaga, odamlarga zulm qilgan, jabr qilgan, Allohning oyatlariga itoat qilishligidan o'jarlik qilgan. Ikkinchisi, Allohdan boshqani iloh qilgan kishiga, mushriklarga. Alloh taoloning o'ziga xos bo'lgan ishda boshqalarni Allohga sherik qilganlar